Yaxshimisiz do'stlar, men sizlarning 100 tuban qiziljan do'stlaringiz yandan boyan. Amaliyotda Chidi butunlay vayron bo'lmagan edi. Shundaq bir kechirada ishdan sirtqi sho'playlik qilib jon beqiyotgan Pola doktor uni axlat orasidan terib olib, qaytadan qurashtirib, uni dig'im kuchliga mustahkam qilib yasab chiqdi. Hamda uningga eng yangidan yasab chiqqan sistema Sapra XP'ni qachilab, mijozini o'tdak issiq ham tarsa yiligar xumsi ish qilib insonda bor jimiki askirlikni yig'ib, uning mingisiga o'rnatib etdi. Hamda xuddi iPhone'ning yangi nusxasi kon nusxasini azroq farqlansin degandek, buningmi chechining o'ttirisiga azroq oqchashni berish orqali uni pishqon erlarga o'xshatib qo'ydi. Chidi Vashi bilan Sananing to'y qilayotganligini anglab, o'zini to'yga chaqirmaganligidan qattiq ranjib, "Men bormasam cho'nglarni kim uzdi?" deb shiddat bilan Marik zaliga yetib kelib, degindek to'yga kelgan cho'nglarni birdan uzitib qo'ydi. Hamda nemishga aylantirishni qilmadinglar? Bu bizning an'anaviy to'y uslubimizga uyg'un kelmabdi-ku. Bo'ldi, o'zim aylantirman deb kelinchakni paucholarga o'ltag'izib, hatto sheshangchi chaqirishga ulgurmay aylantirishni boshlab etdi. Yerliklar to'yni qizitish uchun mashinaning oldini to'smoqchi bo'ldi. Aylantirish intayin qizib ketdi. Alayda eskartish, tövandagi ko'rinishlar fizika bilan mustasno bo'lg'achqa, Newton Einsteindek olimlarning joyida jim etish uchun har qaysi tabiiy fan o'quvchilarining ko'rishi tavsiya qilinmaydi. Bularni oxiri bir to'p xongbao og'siba bolalar yo'lning bo'yida to'sib oladi. Chidi ularning murodiga yetkazib, hammasiga qator etib berdi. Hey, neti yaman Chidi, etdiganda yog'i gapni yasab aylantirish ketdi desam, xotinni qaytirib bermay nega ketding sen? Mana bu Chidi salloq ma'lumotlarga asosan hozirgi qizlarni oltin jabduq kiyim-kechak atir-patirlarga qattiq ishtiyoqi borligini bayqab, Sananing ko'nglini ilish uchun mashinda to'y melni tayyorlayotdi. Ey nadan Sana, Chididek bolalarni topmak oson emas. Mana xulqi yumshoq, o'shiq jidil yo'q, uyning butun ishini qiladi, yerib qolsa dam olaymi demaydi. Mana mushundaq oltin-paltinlar kim o'tadi? Lekin siz demishga rozi bo'lmaysiz deymi? Chidining kallasini insonlarning 1000 yildan yog'i yeshanmagan danglik siri xotin haqqi zodi nima kerak degan savol chirmib olgan edi. Chidining bunchivala xotin purish bo'lib ketganligini ko'rgan Pola doktor, "Men shu ishimga kelib teqib beshimni o'ngshimsam, sana nima qo'ydi beshingni o'ngshab" deb xapalaydi. "To'g'ri deysiz. Ko'pchilik bizga yangi hayotlik bergan bu ustozning beshini o'ngshab qo'yaylik" degandek Vashi bu yerga kelganda Pola doktor allaqachon to'yning g'iymidan qutulib beshi o'ngshilib bo'lgan edi. Ishlarning yomon tarafga qarab manganligini ko'rgan doktor vahshiy amaldan birini tepib, Chidining siyoqida yasinib, mashina odamlarning orasiga so'qinib kirmoqchi bo'ladi. O'ngishliq so'qinib kirib olgan doktor Sanaga tanishlik berib, uning bilan tilni biriktirib, Chidini ozdirish orqali vaqtni aptirishini, Chidining batareyasini uzun chidamaydiganligi, to'kni uzvasaklik hal qilganligini aytdi. Sana bo'lsa, Chidini ozdirib turayotgan vaqtda vahshiy doktorning qo'l ostidagilari butun shaharning to'klarini xuddi Oberxonning suyini tushagandek